Azizlar, bugun men sizlarga Farg'ona shahrining yuragida Jon chorrahasidan o'tganingizdan keyin festivalda shunday ro'parasida joylashgan Soyuz mahallida qurilgan pishiq qurilgan uyning ikkinchi qavatida ajoyib to'rxonali uy topib qo'ydim. Liftlari yangi qo'yilgan, podyezdlar toza. Umuman bunaqa uy kamdan kam chiqadi. Demak, azizlar, ketdi birgalikda ko'rib chiqamiz. Uy bilan uyni farqi bor. Bugun men sizlarga ajoyib bir uy topib qo'ydim. Assalomu alaykum. Zinat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Bu videoni ko'rishdan oldin achchiq bitta choy damlab, yaxshilab o'rnashib olinglar. Demak, obzorni boshlaymiz. Azizlar, ushbu uyimiz $65,000 so'ralyapti. Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. $65,000 arziydimi yoki yo'qmi? Demak, uydan kirib kelganingizdan keyin azizlar, ushbu uyimizni did bilan, farosat bilan qilganligini ko'rasizlar. Subhanalloh. Har bitta detalni o'rnida ishlatishgan. O'zlari uchun remont qilgan. Birinchi qarang. Uyimiz eshiklari hammasi, hatto mana bu kirganingizda, mana bu joy sanusil bo'ladigan bo'lsa, azizlar, hojatxona bo'ladigan bo'lsa, hatto hojatxona eshigini ham Rasulov brendidagi MDF eshiklari qo'yilgan. Hamma eshik joylashgan, hamma 100% eshiklar Rasulov brendiga tegishli. Oyoqlar tagi, hamma verandalar, hamma joy azizlar parket qilingan. Umuman did va kirganingizdan keyin o'zbekona planirovkaki kelgan mehmonni mana bu joyga boshlaysiz. Mehmonxona. Qarang, bismillah, kelinglar. Demak, mehmonxonaga kirganimizda azizlar, mehmonxonani ko'ryapsizlar. Hozir Novostroylarda xuddi shu uyda kirsangiz, mana bu yerdan bunday qilib qo'yadi-da, mana shu mehmonxona. Buni qarang, qanaqa keng, 5 ga 6 katta mehmonxona, svetlar, konditsionerlar, mana bu gorka deydimi, mebellar. Mana bu mebel barchasi sizniki bo'lishligi mumkin. Sababi bu uyimiz to'liq barcha jihozlari bilan sotilyapti azizlar. Barcha jihozlar bilan. Oynalar mana bu joylarda hid qushlar chiqmas uchun akfalar qilingan. Pardalari hamma yo'q azizlar, qoladi. Demak, mehmon bu o'zbeklarimiz uchun zo'rligi, kelgan mehmonni o'tkazasizda, taom kerak bo'lsa, ayollar bu tomonda bo'ladi, olib berib xizmat qilaverasiz. Ramazon yaqinlashyapti, iftoriylar qilsangiz maza qilasiz. Demak, kirayotganimizda yana Rasulov eshiklari va kirganimizdagi mebellarni ko'ryapsiz. Vitishkalar, havo tortadiganlar, gazlar hamma yo'q. Samsung duhkamerni xolodilniklargacha qo'yilgan va bu joyda ham o'ziga yarasha 32 li televizorlar bor va mana bu joyda choyni ichib, nafs qondirib, sekin kirib turib, yana ibodatingizni qilaverasiz. Demak, azizlar, oynalarimiz mana bu uzun 6 metrlik emas, bu vallohu a'lam 12 metrlik uzunlikdagi veranda, enlik 2,5 eni, bitta katta bitta xona. Bir chiqqaningizdan keyin azizlar, bu joyda farzandlaringiz uchun darsxona, yorug'lik yetarli, ochib qo'yasiz, havo kiradi, mazza havo. Mana bu joyda dars qiladi, konditsionerimiz bor. Bu yerda mana bu yotoqxona qizlarimiz uchun. Ikkita qizingiz bo'lsa, chiroyli mana bu keng xona, maza qilib uxlaydi, darsini qiladi. Hojatga bormoqchi bo'lsa, shuni chiqqandan keyin mana bu joyda haligi общий deydi-ku, hammaga mehmonlar, kelgan mehmonlarga ham bu yerda alohida yana bitta hojatxona, yuvinish xonalari, aristonlar bu yerga ham qo'yilgan. Undan keyin mana bu xonaga kiramiz. Bu xonamiz o'g'il farzandlaringiz uchun bitta alohida yana yotoqxona. Bu joyda ham konditsionerlarimiz bor va mana bu joyda yana oyna, yorug'lik kiradi. Alohida yana verandachasi bor. Demak, azizlar, bu joydan chiqqanimizdan keyin azizlar, ko'rib turganingizdek, eng asosiy 4-xonaga kiramiz. Mana bu joyda qarang, bemalol keng yurib kelasiz. Kelganingizda yana plus domofoni bor. Odam shunday qo'ng'iroq chalsa, uyingizdagi ayol kishilar o'zi bo'lsa, kim taqalayotganini ko'rib turadi-da, javobini beraveradi. Demak, bu ota-onalarimiz uchun yotoqxona. Yotoqxonamiz ham ko'rib turibsizlar, spalnda joylasa, metamli qilib yotib oladi. Ko'p Novostroykalarda. Bu joyda 140 ga yaqin kvadrat metrlik kvartira ushbu kvartiramiz. Keng yotoqxona, alohida o'zini kir-yuvish avtomati, bu yerda yuvinish xonasi bor. Barcha jihozlar, mana bu televizor, yana bu yerda 43 li yana bitta televizori ham bor. Ya'ni buni narxlashayotganingizda nimalari qoladi, nimalarni olib chiqib ketadi,
uni uyni egalari bilan yana bir qator yuz kelganingizda gaplashasiz. Demak, ushbu uyimiz Farg'ona shahri markazida dedik. Kimga mana shu uy qiziq bo'lgan bo'lsa, ushbu raqamlarga qilsalaringiz to'liqroq ma'lumot beramiz. Izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldiring. Uyimiz 65 mingga arziydimi yoki yo'qmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.